Hamma son do'stlar, bizda Tracker 2 avtomobili. Xo'p, Tracker 2 avtomobilimiz diagnostikaga kelgan. Xo'p, motorda chek yonib, mashina ограничение dvigateliga tushib, mashina tortmay qolyapti. Xo'p, diagnostika qilganimizda ko'rishlaringiz mumkin, kelgan ошибкасы рабочий характеристики системы управления положением выпускного распредвала deyapti. E'tibor qilamiz, выпускного распредвала deyapti. Endi bu yerda motorimizni xuddi shu chap qismiga qaraydigan bo'lsak, kiruvchi va chiquvchi datchiklarimiz bor. Biz buni o'rin-o'rin almashtirib ko'rdik. O'rin-o'rin almashtirib ko'rganimizda esa xo'p, mana hozir реальный времядagi рабочая характеристики системы регулирования положения выпускного распредвала deyapti. Ya'ni выпускнойdan выпускнойga o'tda ошибкасы. Hozir shunda akamizni xuddi shu datchigimizni zamina qilishimiz kerak bo'layapti. Kimda mana shunga o'xshash holatlar bo'lgan bo'lsa, mabodaga xuddi shu joyga e'tibor qilib qo'yasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.